Orzuyingizdagi hashamatli uy Manor Premium bilan haqiqatga aylanadi. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimizni algoritm 30. Mo'ljal Ahmad Oltin Jo'ja. Bunaqasi chiqadigan bo'lsangiz, O'rizorga, bunaqasi chiqadigan bo'lsangiz, Ipodrom bozoriga olib chiqadi. Ko'rib turgan xonadoninglar yo'ldan birinchi liniyada joylashgan bo'lib, bu xonadonni bemalol podbiznes sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Xonadonimiz birinchi qavatda joylashgan bo'lib, podvali, ko'rib turganinglardek o'zini parkovkasiga ega. Xonadonimizga kirish asosiy eshigi, eshikdan kirganingizdan keyin o'zini kichkintakkina prixoshkasi sizlarni kutib oladi. O'ng qo'limizda detskiy xonamiz. Bu yerda yana bitta detskiy xonasi o'zini, ikkinchi detskiy xona bo'ldi. Ota-onalar yotoqxonasi. Bu yog'imizda zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta o'zini yotoqxonasi bo'ladi. O'zini alohida hammom tualetlariga ega. Oshxonasi. Xohlasanglar oshxonani bu yoqqa ko'chirib turib, bu yerda ovqatlanadigan xona qilsanglar ham bo'ladi. Balkoniga keladigan bo'lsa, balkoni 2 ga 6 metr razmerda ega balkonlari bor. Kvadraturasiga keladigan bo'lsa, kvadraturasi balkondan tashqari umumiy yashash xonasi 96 kvadrat metr bo'lib, agar balkonni ham hisoblaydigan bo'lsangiz, 110 kvadrat metr bo'ladi deb aytdilar egalari. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 145 mingga paytida bermagan ekanlar. Aka, siz uchun talasha torchi 5 ming o'tkazib 140 ming qilib qo'ydim. Tepasida yana sunnatiga ozgina o't beraman degan joylari bor ekan. Siz uchun bu xonadonimiz haqida yana to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling. Siz uchun 24/7 xizmatingizdamiz, aka.